Teleboshlovchi Akmal Mirzo haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Yoshi ulg'aygan insonga juft kerak ekan deydi boshlovchi. Akmal Mirzo onasining vafotidan so'ng otasini uylantirib qo'ygani haqida so'zlab berdi. Aktyor va radio boshlovchi Akmal Mirzo Rakus loyihasida mehmon bo'lib ko'plab savollarga javob berdi. U onasining vafotidan so'ng otasini uylantirgani va propiska masalasida aziyat chekkani haqida ham gapirdi. Otamni uylantirdim, singlim bilan o'zim sovchilikka borganim ham rost deydi boshlovchi. Ammo farzand otamni uylantirdim deyishi qanchalik to'g'ri, unisini bilmadim. Aslida bu voqea 2016-yil sodir bo'lgan. Onam rahmatli og'ir kasallikdan 2015-yili vafot etganidan keyin otam qiynalib qoldi. Anglagan haqiqatim shundaki, qiz o'g'illar qanchalik parvona bo'lishmasin, yoshi ulg'aygan insonga baribir juft kerak ekan deydi boshlovchi. Odatda oilaviy masalalarni ommaga olib chiqishni istamayman. Buni qoralayman ham hatto. Ammo bu voqeani olib chiqishimga do'stimning otasining aytgan gapi sabab bo'ldi. Sen ham do'stingga tushuntirsang bo'larkan deganidan keyin o'g'liga qo'ng'iroq qilgandim. Ammo u meni eshitishni ham istamadi. Otasining ishini muhokama qilishga tushib ketdi. Shundan keyin unga qattiqroq gapirdim. Otang seni emas, sen otangni bolasisan dedim. Ming afsuski, otasini qizg'ani bu nimasi? Odamlar nima deydi deb qarshilik qiladiganlar ko'p, ammo bunga haqqimiz yo'q deydi Akmal Mirzo. Otamning ayolini opa deymiz, hurmat qilaman. Ikkovlarini umra safarlariga ham yubordik. Boshida ularni kuzatib turib, shu o'rinda onam ham bo'lishi mumkin edi-ku degan fikr xayolimdan o'tdi. Ammo shukur otam hayot-ku deb o'zimga tasalli berdim deydi Akmal Mirzo. Juda go'zal yashayapti, bundan faqat xursandmiz. Opamizning Mirsharob ismli o'g'li ham bor. Uni o'zimizning ukamizdek ko'ramiz. Yaqinda to'yi, uni ham uylantiramiz deydi Akmal Mirzo. Har bir davrning o'z qiyinchiligi bo'ladi. Talabalik paytimda men qatori juda ko'pchilik propiskadan aziyat chekishgan. Shu so'zga allergiyam bor. Otam oddiy nonvoy bo'lgan va men Toshkentga o'qishga kelganimdan keyin bolam yolg'izlanib qolmasin deb shu yerga ishlagani kelgan. O'sha paytlarda Toshkentga bir anjuman bo'lsa yoki biror mehmon kelsa, birinchi navbatda u nonvoy va ustalardan tozalanardi. Xuddi faqat ular muammo yaratadigandek edi. Ota uchun eng yomoni bolasining oldida xijolat bo'lib qolishi, kimgadir ilanishi. Afsuski, otam xuddi shunday vaziyatga tushgan. Har gal Qamchiq dovonidan o'tayotganda jiddiy tekshiruvdan o'tardik. Hatto o'z uyimizga borish uchun o'qishga kelishimiz ham qiyinchilik tug'dirardi. O'shanda shu postlarni olib tashlasa, tog'ni kimdir o'g'irlab ketsa kerak deb o'ylardim, ammo mana oradan yillar o'tib hammasi yengillashdi. Tog'ni ham hech kim o'g'irlab ketgani yo'q deydi Akmal Mirzo. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.